Shuningdan keyin Hazreti Ayso o'zining Yerusalimga ketishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari tarafidan ko'p azob uqubat tortishi, o'ldirilishi va 3-kuni tirildirilishi kerakligini shogirdlarga uqtirishga boshladi. Bu gapni anglagan Petrus Hazreti Aysoni bir chetga tortib, uni ayblab, "Ya Rabbim, nemishqa bundaq xiyolda bo'lasiz? Beshingizga bundaq ishlar asli kelmaydi", dedi. Lekin Hazreti Ayso Petrusga qarab, "Yo'qol ko'zimdan. Shaytondek so'zlayapsan. Sen menga putli qasham, sening o'ylaganlaring Xudoning emas, insonning xiyolidir", dedi. Keyin Hazreti Ayso shogirdlarga mundaq dedi: "Kim menga agishishni xolsa, o'z xohishidan voz kechib, o'zining krestini ko'tarib, menga agashsin. Chunki o'zi uchun yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, mening uchun yashaydiganlar hayotlikka erishadi. Bir odam bütün dunyoga ega bo'lib, hayotidan mahrum qolsa, buning nima foydasi bo'lsin? Nemini to'labmi hayotlikka erishgili bo'lsin? İnson o'g'li bo'lgan men, otamning shon sharifi ichida farishlari bilan kelib, hamma odamning o'z amaliga tushliq javob qaytiraman. Bilib qo'yinglarki, bu yerda tug'anlarning ba'zilari inson o'g'lining o'z podshohligi ichida kelganligini ko'miguncha o'lmaydi.